Yaxshimisizlar? Charchamay, xonadoninglar tinchmi? Ishinglar bo'lyaptimi? Sog'lig'inglar joyida bo'lsa, hammasi joyida bo'lib ketadi. Men aytmoqchi, bugun video qilyapman. Ana kuni bir okamizmi, ukamizmi, nima nuqul kechqurun video olasiz deganiga, chunki kunduz kuni ishlayman-da. Mana ustalarim hozir rasom bo'lyapti, shpaklovka. Ustalarim shpaklovka bo'lyapti. Mashina sohasida ishlaymiz. Yengillik deb turib, ana bir xil xorozbozlarga o'xshab yengillik xorozni bir narsasi keldi deb qo'yishadi-yu. Bizda yengillik yo'q, o'sha xorozlar mana bugun yana mana hozirgina keldi. Qora bayirlar keldi. Qora bayir 5 oylik jo'jalar, mana 5 oylik jo'jalar. Qora bayirchalar kelishdi, aka-ukalar. Xorozlar yapon. Bu xoroz, bularning otasi armaturamni sherigini bolalari bu. Armaturam bor edi-yu, xoroz. O'shani sherigini sotib oldim, o'shani bolalari mana. Ota-onasi yapon bularni. Bular O'zbekistonda ochirilgan, bular kelmagan. O'zbekistonda ochirilgan, yaxshi tovuq, yaxshi xorozni bolalari mana. Olmani tagiga olma tushadi. Misol uchun mana 5 oylik hali bola jo'ja bular hali. 5 oylik bola jo'ja. Ana unisi oyog'i ushib qopti, oyog'ini boylab qo'yibdi-da. Sherigini boylab chiqarib yuboribdi-da. Mana bular. Bir tomosha qilinglar. Bularni xudo xolasa liniyasi qoni zo'r narsalar. Olgan odam afsuslanmaydi. Bular ham sotiladi. Keyin akalar, ukalar ko'pchilik so'rayapti. Ana top to'g'risida video oling. Akalar, men topgar emasman. Toblashni bilmayman, xorozni men toblashni bilmayman. Men boqishni bilaman, ko'paytirishni bilaman. Endi o'zim uchun, misol uchun boqib qo'yaman, chiroyli qilib, olib chiqib o'ynalaveradi. Lekin tobla olmayman men xorozni. Toblashni o'zi bir san'at-da, xorozni toblashni o'zi bir san'at. Oyoqlari ushib qopti. Bular ana To'ytepa tarafdan keldi-da hozir. Daladan keldi bular. Bular 5 ta edi. Bittasini usholmabdi. Ertaga chiqarib yuboraman, aka bittasini u yoqqa bo'pti dedim, Dilshod dedim. Hozir yaqinda telefonlashuvdik. Tashab ketdi. 5 oylik jo'jalar, bola jo'ja hali bular. Bular hali katta bo'ladi bular. Mana jo'jalar. Bularning narxi $250 olaman, realni olaman degan odamga kelishtirib beriladi. Mabodo yaxshi xoroz olib, do'rada o'ynayman degan akalar, ukalar, sizlarning diqqatingizga bu xorozchalar. Xorozda o'ynaladigan xorozlar. Endi menda o'zi ana chiroy uchun boqiladigan narsa yo'q. Hammasi o'ynaladigan narsa yo'q. Menda hammasi o'yinchi narsalar. Keyin ana kuni kimdir so'rabdi men bu bola jo'jachani. Martda oxirida chiqqan bola jo'ja bu xoroz bo'lib uyg'onib ketib qoldi-da bu. Buni narxi $200. Olaman degan okalarga men o'zim tajribamdan kelib chiqqan holda kunduz kun aytgandek jo'jalarni qo'yib yuboryapman quyosh ko'rsin deb. O'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda bir narsani aytaman. Klientlar bo'ladi-yu, mana olaman degan okalar bo'ladi-yu. Maydalashib o'tirmaydi. Gapni chaynab o'tirmaydi. Dangal gapiradi. Nech pul deyapsan? Maminchi deyapman. Bo'ldi, maminchi bo'ladimi? To'g'ri kelsa beriladi. Mana bu 100 taga 100 ta yapon bu ham. Xullas, oladigan akalar srazu yopishadi. Xoroz yoqib qolsa mabodo. Xullas shunaqa gaplar akalar. Men bilan Koreyalar bular. Karaslarim bular. Bular yanvar jo'jalari bular.
Bularni ham bo'ynidan hozir endi xo'roz patlari chiqyapti, bo'ynlari turibga bo'yatibdi. Xo'rozchalarni keyin ko'plar so'raydi, videolarni tashlab bering. Ukalar YouTube'ga xo'roz urushgan videoni tashlab olmaydi, blok qilib qo'yadi. Bunaqa dushmanlik qilmanglar menga. Video tashlab olmaydi YouTube'ga. Men faqat mana shunaqa syomka qilishim mumkin. Bo'ldi. Lekin xo'roz ushtirgan videoni tashlab olmaydi YouTube'ga, chunki sirazi bloklab qo'yadi. Sirazi bloklaydi. O'shanga ukalar ushtirgan videolar bor. Men bir narsani aytib o'tay. Mendan mana shu 1-2 oy oldin Jo'ja olgan akalar, ukalar hozir o'sha aloqaga chiqishni boshlashdi-da. Sizdan narsa oluvdik. Yaxshi chiqdi, zo'r chiqdi deb aytishyapti. Misol uchun yolg'on gapirmaganimni yana bir isboti-da bu. Endi men uni YouTube'ga olib chiqa olmayman-da. YouTube'da mana bu gapirib, har bitta odamga отчет bermayman. Mana men bu odam mana bunaqa dedi, men bu odam mana bunaqa gapirdi deb ayta olmayman. Xullas, yaxshi narsa sotamiz. 10 marta jinnicha narsa olib pulni ketkizgandan ko'ra 1 marta sal qimmatroq narsa olib xohlasanglar zot olinglar, xohlasanglar urushtirib yuringlar, farqi yo'q. Ikkala tarafga ham yuraveradi. Buni otasini Samarqandlik bir akam olganlar. Sherzod aka, assalomu alaykum. Siz meni ko'rib turgan bo'lsangiz, mabodo sizni xo'rozingizni bolalari mana shular. Akam o'zlari musofirdalar. Mana shularni otasini olganlar. Yaponlar. Qora bayirlar. Hammasi xo'rozchi bularni. Buni yana bittasi bor, ertaga keladi u. Usholmabdi daladan. Tanalari uzun, lotka narsalar, chiroyli narsalar, xudo xolasa uyaltirmaydi. Bizda anaqa gaplar yo'q. Okalar yer yuzida, yer sharida bir dona ko'rib kayf qilib olasizlar deyish yo'q. Kayfni biz xo'roz urushganda, xo'rozni sindirayotganda kayf qilamiz. Ko'rib kayf qilib bo'lmaydi. Xo'rozni urushganda boshqa xo'rozni urib maydalaydi-yu, sindirib tashlaydi, ana o'shanda kayf qiladi odam, mazza qiladi. Nima boqayotganini ko'rib, o'shanda mazza qilib yoradi odam. Xullas shunaqa gaplar akalar, ukalar. Ko'ringlar, ma'qul kelsa olsanglar gaplashaveramiz. Telefon nomerlarimni qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqaverasizlar akalar, ukalar. Kuniga rosa ko'p telefon bo'ladi. Men ko'p odamlar bilan muloqotda bo'laman, ko'p odamlar telefon qilishadi. Anaqalar ham ko'p-da, zerikkanlar ham ko'p. Uyda yonboshlab ish yo'q, yonboshlab shu bolani bugun bir boshini og'ridi deb telefon qiladiganlar ham bor-da. Shunaqalar ham bor. Kimdir maslahat so'raydi. Yana bir narsa aytib qo'ying. Akalar, men doktor emasman, veterinar emasman. Xo'rozinglarning mazasi bo'lmasa, kasal bo'lib qolsa, birinchi ochrit akalar vet doktoriga ko'rsatinglar, vet doktor bilan maslahatlashinglar. Ular o'qigan odamlar, ular veterinarlar o'qigan, biladi, qanaqa davolashni biladi. Biz akalar biz oddiy boquvchimizda, ko'paytirib sotamiz. O'shanga men endi o'zim bilganimcha bilaman, o'sha tajribamdan kelib chiqqan holda bilaman, lekin baribir doktorlardagi aqlim yetmaydi. Nimani nimaga qo'shsa, qanaqa dori bo'ladi, qatiga davo bo'ladi. O'shani aytib qo'ying akalar. Ko'plar mendan telefon qilib maslahat so'rashadi. Men noto'g'ri maslahat berib qo'ysam, o'sha dorini urib qo'ysa, xo'rozi o'lib qolsa, sababchi bo'lib qolaman. O'shanga u narsadan men o'zim qo'rqaman. Noto'g'ri diagnoz qo'yilsa, noto'g'ri dori berilsa, xo'roz o'ladi. O'shanga
veterinariyaga boringlar yoki vet aptekaga borsanglar, sotuvchilar ham ancha tushunib qolgan bu narsalarni, o'zligi sizlarga maslahat beradi. Qatiga nima qilyapti, burnidan suv kelyapti, xirillayapti, oshqozonida ovqat turib qolgan, ular bilishadi-da baribirga. O'shanga murojaat qilaveringlar shunaqa odamlarga. Ular bilishadi. Shunaqa gaplar aka-ukalar. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat. Erinmay ko'rib, tomosha qilayotgan aka-ukalar hammanglarga rahmat aytib qolaman. Erinmasdan meni videolarimni ko'rib, kimdir like bosadi, kimdir xursand bo'ladi, kimdir anaqa qiladi, jahli chiqadi videolarimdan. Endi hammani birdek rozi qilib bo'lmas ekan. Hamma odam har xil ekan. Lekin mana shu xo'roz tovuqni ketidan ko'p tanish bilish orttirdi-da. Vodiydan ham, vohadan ham, hamma joydan. O'zi tanish bilish ko'p. Yana ham ko'proq tanish bilish, tajriba almashib, xullas shunaqa gaplar aka-ukalar. Sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha.